Siz bilan birgalikda yana bir bepul darsligimizni o'rganamiz. Sanoat qurilish bankdan bank ilovasidan pul yechishni o'rganamiz. Bu qanday pul yechiladi? Ya'ni do'stimiz taklif qilgan holda pul yechib olamiz. Har bir do'stingizni taklif qilsangiz, sizga 10,000 so'mdan beradi. Xo'p, birinchi navbatda skechas qilib olamiz shu bank ilovasini. Открытый bosamiz. Xo'p, открытый bosgandan keyin shunaqa chiqadi. Dalya qilamiz. Tilni tanlaymiz. O'zbek tili, russkiy. Men masalan russkiyni tanlayman. Hamma o'zini tilini tanlasin. Xo'p, nomerni yozamiz. Keyin shu nomerni bizga 30 sekund davomida SMS keladi. O'sha kelgan SMSda biz kiritishimiz kerak. Xo'p, kodni kiritganimizdan keyin mana shunaqa chiqadi. Chiqqandan keyin ismga Marjona, ism familiyalarni yozasizlar. Bunga sizni kim taklif qilayotgan bo'lsa, o'sha taklifni kodini обязательно yozishingiz shart. Xo'p, kodni yozganingizdan keyin "Я принимаю"ni bosasiz. Полный ma'lumotlar bilan tanishib chiqasiz. Oxiriga подтверждаю qilasiz va mana bu "Далее" tugmasini bosasiz. Mana buni yozib bo'lganingizdan keyin "Далее" tugmasini bosasiz. Xo'p, endi kiritganingizdan keyin shunaqa parol chiqadi. Siz parol terishingiz kerak va bu parolni siz butun umr esda qoldirishingiz kerak. Minimum 8 ta simvol deyapti. Ya'ni minimum 8 ta bo'lishi kerak. Bitta raqam bo'lishi kerak, sifra deyapti. Keyin propisная bukva и заглавие. Xo'p, katta harf bilan boshlar ekansiz. Minimum mana katta harf bilan boshlaysiz. Keyin mana pastiga chiziqcha bo'lishi shart. Xo'p. Mana. Xo'p, men terdim. Terganimdan keyin уже menga hammasi to'g'ri deb chiqarib berdi. Endi shuni полный kopirovka qilib shuni, ya'ni tepaga tergan kodingizni pastga ham yozasiz. Xo'p, yozdim. Endi Dalyani bosib olaman. Keyin parol terganlaringizdan keyin pastga aytyapti. Sekretniy slovo o'ylab toping debdi. Xo'p, unga bironta любой so'zni yozib olasiz. Xo'p, endi dalshi hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin shunaqa 4 tali kod установить qilasiz. Yana qaytadan terasiz. Xo'p, shunaqa chiqadi. "Я принимаю" qilasiz. "Пройти позже". Xo'p, mana shunaqa qilib sizga уже avtomatik ochiladi bank. Xo'p, endi siz do'stingizni taklif qilish uchun bonus za приглашениyani bosib olasiz. O'shani bosganingizdan keyin mana sizga ana kodini chiqarib beryapti. O'sha kodni kopirovka qilib olasiz. Kopirovka qilib olganingizdan keyin, xo'p, kopirovka qilib olganingizdan keyin izbiriningizga, men hozir izbiriniga tashlam. Siz esa shu kod orqali do'stlaringizni taklif qilib, mana shu kod orqali kirishsa, sizga har chaqirgan do'stingiz uchun sizga 10,000 so'mdan pul beradi. 10 ta chaqirsangiz bir kunda 100,000, 20 ta chaqirsangiz bir kunda 200,000. Mana shunaqa qilib pul do'stingizni taklif qilsangiz, sizga ko'p pul beradi. Har bitta do'stingiz uchun 10,000 dan beradi.